Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ya Rabballah. Qol ko'tarib qolgan duolarimizni, eda qilgan namozlarimizni, tez qilgan tasbih zikrlarimizni qabullardan qilsan edim. O'qilgan Qur'on karim oyatlarimizni qabullardan qilib, jibergan kimchilik xotirlarimizni inshaalloh g'afur eylesan edim. Qolib ketgan Qur'on oyatlarimizdan Rabbim xosib ajr savoblarini jami har boshqa mu'min, muslim qol qardoshlarimizni ishtirok خاصة عبد الله وشعب النور عبد الغني قزم يزيفون الفرحمن وفاون وعظت كبير أومن إلجيس قزا إلهيان يا أستاذ وزن قوان يرانبان مرحوم نربزن شوار جملسنا شهد الله غيظ الله مرخبرنا يشترك خر باش يراد مؤمن مسلمات وان نربزن رخلارن شاد قلب إزي جمع كنلرن در رخلارن شاد قلب خبرلرن يقتن رلمن يباركين قلب آخر ورنلرن جمع خطا قلسان إدم qabr g'azoblarini ko'rayotgan bo'lsalar, qabr g'azoblarini ko'tarib jinglaysan edim. Qabrlarida bo'lgan jahannam pardalarini yopib ijmoqdan deraza ochib, jonlarning ruhlarini qiyomat kunlarida xatlab ijmoqdan o'rinlarini senib shotlanib qarabiyatlarini nasib qilsan edim. Duolar yaqinlari tarafidan Rabbim juma kunlari haqiqiy xizmatlar dimashq negizlarini topshirgan xayr sadahalari qolgan izgirliklarni ko'tarib qilgan duolarimiz har boshimizdan duo qilgan aziz marhumlarimizning ruhlarini Rabbim jonlarini ruhlarini bu kunlarda va kechalarda ijmoq talamlari jannat rizqlari nur bo'lib berishlarini nasib etsin. Ya Rabbim xosda bo'lgan zotlarimizga sog'lik salomatliklar nasib qilsin hamda ongsiz yotgan Ismoil qizi Zilaga Rabbim o'zining rahmati bilan xayrli shifolar, sihatlar nasib qilsin. Ona kelib ya Rabbim qolgan dunyo turmushlarim selamet kishi bulara davom etuvlarini nasib qilsin. Namoz o'qigan shekilli yaratib qolgan kunlarimda namozda, duoda, zikrda ongli ravishda yaratib boshqaruvlarim ona nasib muyassar qilsin. Hamma yaratib bu bolaga yordamchilar bo'laroq xoq rahmatini yordam farishtalarni jibersin va ilm bersin. Har boshqalarimizni yaratib bo'lgan qadrlarimizga, vaqtlarimizga, mollarimizga xayrli barakatlar nasib etib kasb etgan mollarimizni rohatini senishib qolishim, o'stirgan mollarimizni, aniqlarimizning jibut so'zlari, nuqus qurashlarim esa bo'lgan vaqtlarimizda jannatlar bilan xayr tezlikda ko'rishimizni nasib qilsin. Agar undan o'sgan bolarimizga, o'lgira turgan aniqlarimizga, dinimizda, millatimizda bo'lgan toqat shasof nasib turgan xayrli namozli duolar dünya ahiretlari üçün xeyirli bo'lgan kiyevlar, kelinlar, onlarga xarajifatlar, qo'llar nasib qilsin. Agar Rabbim dinimizni, millatimizni iymonsizlikdan, kufrlikdan o'zini saqlab iymon qilsin. O'zini rahmatan ya Rabbim millatdoshlarimiz qolgan xalqda, dunyo xalqidan islom dinini ongli ravishda kelib, 5 vaqt namoz aqilamizni sajda aqilin amal ibodat izgilik ahli bo'lib ketuvlarini ularga taqdir qilib, ko'ngillarni solib boshqaruvlarini yengillatsin. Allohumma robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin.